sizlarcha aytamiz. Yuzingizda dog'ingizga mana bunaqa qiling. Shunday insonlar bor, savol berish farosati yo'q. O'ylamaydi, mana yuzingizda dog'ingiz bor. U biladi, siz aytmasangiz ham o'sha narsani juda yaxshi his qiladi. Ko'radi, har kun oynaga qaraydi. Lekin biz farosatsizlarcha aytamiz. Yuzingizda dog'ingizga mana bunaqa qiling, aqllilik qilishga harakat qilishadi ko'pchilik. Bu mening eng og'riqli nuqtamda. Hamma qarab menga sepkiling bor a deydi. Men sepkilim borligini bilganman, ko'rganman, oynaga qarayman. O'zimdan ham ko'ra odamlar menga rosa bosim o'tkazgan. Ishoninglar, o'sha odamlarning gapi deb hatto kosmetologga borib yuzimni kuydirishgacha borishga harakat. Yuzda uglili bor dog' ayollar keladi. Ularda ham xuddi shu muammo. Yuzidagi muammo qolib ketadi-da, odamlarning gapi. Men yuzim qachon yaxshi bo'ladi? Birinchi o'shana gapni unutinglar. Qaramanglar o'shanaqa gaplarga. Hurmatli savol beruvchilarga o'ylab savol beringlar. Ular sizlar ko'rgan narsani ko'ryapti va ular keragidan ham ortiq harakat qilyapti. Faqat hamma narsa yoki kosmetikaga, yoki dermatologga, yoki kosmetologga bog'liq emas.